Xolan so'rayaptilar, Qo'qonliklar kursuf qilganmisan deyaptilar. Oxirgi paytda Qo'qonga ko'p mashina sotilyapti. Boya bitta Li 9 chiqarib yubordik. Xudo xolisa Instagram orqali ko'rib, akamizni onalari bilan BYD ham mashinasini olgan kelyaptilar. Xolajon videoga tushib berishga qarshi emasmisiz? Yo'q. Bitta chiroyli duo qilib berasiz. Ayting. Qani, Jahongir o'g'lim, tanajoningiz sog' bo'lsin, ishlaringizni iloyim rivojini bersin. Kasbkoringizga ilohim, topganlaringizga Alloh barakat etsin. Yaxshi xonadonlarga ilohim kuyov bo'ling ilohim. Orzu qilganingizdan-da yaxshirog'ini, kutganingizdan-da afzalrog'ini, so'raganingizdan-da xayrlirog'ini Alloh nasib aylasin. Ilohim payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam nima so'ragan bo'lsalar, Allohdan sizga shuni so'rab beraman. Nimadan panoh so'ragan bo'lsalar, ilohim Allohdan shundan panoh so'rab beraman. Hamisha tanajoningiz sog' bo'lsin, ishlaringiz rivojini bersin, topganlaringiz faqat yaxshi kunlarga bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Sizlar ham bitta amin deb qo'yasizlar. Xudo xolisa xolamiz Qo'qondagi joydan keldilar. O'g'illari videoga tushib berishni xohlamadilar. Men xolam duo qilib tushib berdilar. Xudo xolisa bitta mashinangizga chiroyli bitta polik mandan, evakor poliklarni chiroyli qilib aytganingizdan qilib beraman xolajon. Ularning baxtimizga sizdagi bu joylarni sog' bo'lsin duo qilguvchilarimiz.